Hayotda eng qadrli ne'mat bu inson salomatligi va uning osoyishta hayotidir. Ammo bu osoyishtalikni doimiy saqlab turish, afsuski, faqat istak bilangina emas, balki har birimizning ogohligimiz va mas'uliyatimiz bilan chambarchas bog'liq. Ayniqsa, favqulodda vaziyatlar xavfi bo'lgan sharoitda bu masala yanada dolzarb tus oladi. Chunki favqulodda vaziyat yuz berganidan so'ng uning oqibatlarini bartaraf etish ancha qiyin. Ko'pincha fojiali holatlar bilan yakunlanadi. Shuning uchun bunday holatlarni oldini olish avvalo ogohlik va tayyorgarlik bilan bog'liq. Bugun yurtimizda ushbu yo'nalishda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan barcha hududlarda aholi o'rtasida profilaktik tadbirlar, targ'ibot ishlari, amaliy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Bu esa bir tomondan fuqarolarning xabardorligini oshirsa, ikkinchi tomondan kutilmagan holatlarga tayyor bo'lish madaniyatini shakllantiryapti. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, har bir favqulodda vaziyat bu saboq. O't o'chiruvchilar, qutqaruvchilar yoki tez tibbiy yordam xodimlari o'z vaqtida yetib kelishi uchun albatta kuchli tizim va uzluksiz mashqlar kerak. Ammo eng avvalo har bir fuqaroning o'zini o'zi asrash, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish borasidagi madaniyati birinchi o'rinda turadi. Chunki ko'p hollarda aynan insonning loqaydligi, beparvoligi, ehtiyotsizligi turli ofatlar va baxtsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Yong'inlar, gaz-havo aralashmasining portlashi, kuchli shamol, sel-suv toshqinlari, yer silkinishlari kabi holatlarda tezkor harakat qilish va to'g'ri yo'l tutish bo'yicha bilimlarga ega bo'lish har birimiz uchun zarurdir. Yurtimizda olib borilayotgan dolzarb 30 kun yong'in xavfsizligi kabi tadbirlar aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Bugun ogohlik, ertangi kun xavfsizligi. Shu bois har bir kishi o'z hayoti, yaqinlarining salomatligi uchun mas'uliyatni his etib yashashi, xavfsizlik qoidalariga jiddiy qarashi lozim. Chunki ogohlik bu ongli tanlov, salomatlik esa eng katta boylikdir. Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan dolzarb 30 kun loyihasi doirasida joylarda tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, Qo'shrabot tumanida amalga oshirilgan chora-tadbirlar o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Favqulodda vaziyatlar tuman bo'limi mutaxassislari tomonidan Qo'shrabot tumanidagi tibbiyot birlashmasida o'tkazilgan amaliy mashg'ulotda xodimlarga yong'in xavfsizligi, evakuatsiya tartibi va tezkor harakatlanish qoidalari haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Shuningdek, yong'in sodir bo'lgan taqdirda birinchi navbatda bajarilishi lozim bo'lgan amaliy harakatlar ko'rgazmali materiallar orqali tushuntirib berildi. Dolzarb 30 kunlik mavzusi bo'yicha suhbat uyushtirildi va bizga turli xil ko'nikmalar berildi. Mavzu shundan iboratki, cho'kish, cho'milish borasida va is gazdan zaharlanish mavzusida turli xil ma'lumotlar oldik va kelgusi ishlarimizda biz qanday bu holatga tushganda qanday yordam berishimiz, odamlarga qanday ko'mak berishimiz haqida bilimlar oldik. Navbatdagi tadbir tuman hududida faoliyat olib borayotgan qurilish obyektlarida o'tkazilib, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi inspektorlari ishtirokida tekshiruv va tushuntirish ishlari olib borildi. Qurilishda ishlayotgan ishchilarga gaz ballonlaridan foydalanishda xavfsizlik, elektr simlarini to'g'ri ulash, o't o'chirish vositalaridan foydalanish bo'yicha muhim ko'rsatmalar berildi. U yerda aniqlangan ayrim kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga ogohlantirishlar berilib, bartaraf etish bo'yicha muddatli ko'rsatmalar taqdim etildi. Soha mutaxassislari aholi xonadonlarida ham tushuntirish targ'ibot ishlari olib bordi. Aholi bilan bo'lgan uchrashuvlarda yong'in xavfsizligi qoidalari, tabiiy gazdan foydalanishda ehtiyot choralariga qat'iy rioya qilish, elektr jihozlaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga aholi orasida bolalar bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish uchun ota-onalarga maxsus tavsiyalar berildi. Mahallalarda o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlarda ishtirokchilar yong'inga qarshi vositalar bilan ishlashni amaliy o'rgandilar. Yoz mavsumida suv havzalarida favqulodda holatlar yuzaga kelishi xavfi ortadi. Shu bois
Qo'shrabot tumanida cho'milish uchun mo'ljallangan suv havzalarida muntazam ravishda profilaktik nazorat ishlari olib borilmoqda. Tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan cho'milish joylari ko'zdan kechirilib, xavfli hududlar belgilandi. Kerakli joylarga ogohlantiruvchi belgilar o'rnatildi. Shuningdek, suvda cho'kish holatlarini oldini olish uchun aholiga maxsus eslatmalar tarqatilib, og'zaki tushuntirishlar berildi. Yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Dolzarb 30 kun loyihasi doirasida Paxtachi tumanida ham qator profilaktik chora-tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, tuman hududidan oqib o'tuvchi Narpay kanali va Zarafshon daryosining belgilanmagan, taqiqlangan joylarida fuqarolarning cho'milishini oldini olish maqsadida muntazam ravishda reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu jarayonda favqulodda vaziyatlar bo'limi, Ichki ishlar boshqarmasi, sog'liqni saqlash xodimlari, yoshlar ishlari agentligi vakillari va mahalla faollari hamkorligida aholi, ayniqsa yoshlar orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Reydlar davomida ko'p hollarda ogohlantirish belgilari e'tiborga olinmasligi, xavfli hududlarda cho'milish holatlari kuzatilayotganligi aniqlandi. Bunday vaziyatlarda fuqarolarga qonuniy tushuntirishlar berilib, bolalar va o'smirlar ota-onalariga ushbu holatlarning oqibatlari haqida alohida tushuntirishlar o'tkazildi. Shu bilan birga suv havzalari yaqinida targ'ibot bannerlari o'rnatilib, maktab o'quvchilari bilan ham alohida suhbatlar tashkil qilindi. Bundan tashqari, Paxtachi tumani bo'ylab aholi xonadonlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash, is gazidan zaharlanish, gaz-havo aralashmasining chaqnashi holatlarini oldini olish borasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu tadbirlar doirasida favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari joylarda yurib, aholiga maxsus ko'rgazmali vositalar yordamida tushuntirishlar berib o'tdi. Mutaxassislar tomonidan gazdan to'g'ri foydalanish, isitish moslamalarining texnik sozligini ta'minlash, elektr simlarining yaroqliligini tekshirib borish, ochiq olov manbalaridan foydalanishda ehtiyotkorlik zarurligi bo'yicha muhim tavsiyalar berildi. Profilaktik tadbirlarda yuzlab xonadonlar qamrab olinib, aholiga yong'in xavfsizligi qoidalari yozilgan bukletlar tarqatildi. Ayni vaqtda bu kabi targ'ibot ishlari davom ettirilmoqda. Aholining har bir vakili hayotining, oilasining xavfsizligini ta'minlash borasida mas'ul ekani yana bir bor eslatilmoqda. Shu bois mutasaddi tashkilotlar tomonidan berilayotgan ogohlantirishlarga befarq bo'lmaslik, belgilanmagan joylarda cho'milmaslik, yong'in xavfsizligi va is gaziga qarshi kurashish qoidalariga rioya etish har birimiz uchun muhimdir. Navbatdagi tadbir Urgut tumanida joylashgan Omonxo'ton milliy tabiat bog'ida Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mazkur tadbir Dolzarb 30 kun doirasida tashkil etildi. Tadbirda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari, milliy tabiat bog'i xizmatchilari, o'rmon xo'jaligi vakillari, tibbiy brigada va boshqa tegishli mutasaddi tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mashg'ulot davomida yong'in sodir bo'lishi ehtimoli mavjud holat modellashtirilib, xodimlarning tezkor harakatlari, o'zaro hamkorlikdagi muvofiqlashtirilgan ishlari va mavjud texnika vositalaridan foydalanish malakalari amaliy sinovdan o'tkazildi. Bu orqali nafaqat muhandislik va yong'inga qarshi vositalarning ishga yaroqliligi tekshirildi, balki turli xizmatlar o'rtasidagi hamkorlik darajasi ham baholandi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, yoz oylarining yaqinlashuvi bilan yong'in xavfi ortib boradi. Ayniqsa, o'rmonli va tog'li hududlarda har qanday ehtiyotsizlik katta ko'lamdagi talofatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois bunday o'quv mashg'ulotlari nafaqat favqulodda xizmatlar, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlash yo'lida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbirda barcha yong'inga qarshi kurashda ishlatiladigan vositalar, avtomashinalar hammasidan foydalanildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri hamda favqulodda vaziyatlar vaziri bilan hamkorlikda imzolangan chora-tadbirlar o'sha talablardan kelib chiqqan holda tadbirni o'tkazdik. Tadbir davomida Milliy tabiat bog'i hududida hayvonot va o'simlik dunyosini yong'indan asrash masalasidagi o'sha ko'nikmalar, favqulodda holatlar sodir bo'lganda qanday harakatlar, tezkor harakat bilan yong'inni o'chirish borasida seminar doirasida ko'nikmalar berildi.
hamkorlikda o'tkazilgan juda samarali va juda foydali bo'ldi deb hisoblayman. Chunki birga tashkil qilingan mana shu tadbirlar albatta yong'in holatlari kelib chiqqanda tezkorlik bilan uni bartaraf etish choralarini amalga oshirish uchun juda asqotadigan tadbir bo'ldi. O'rmon hududlari, tabiatni bu asosiy dushmani yong'in hisoblanadi. Shu sababli yong'inni olish borasida nima choralar ko'rish kerakligi, qanaqangi tadbirlar amalga oshirilishi kerak, unga o'sha yong'in xavfini bartaraf qilish uchun kerak bo'ladigan vositalardan foydalanish va o'sha hodisa sodir bo'lgan paytda tezkorlik bilan harakat qilish taktikalari tushuntirib o'tildi xodimlarga. Juda kerakli va samarali seminar bo'lib o'tdi deb o'ylayman. O'tkazilgan tadbir ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Mashg'ulot yakunida barcha qatnashchilarga amaliy tajriba asosida tavsiyalar berildi. Aniqlangan kamchiliklar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish choralari belgilandi. Yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Dolzarb 30 kun tadbiri doirasida Nurobod tumanida joylashgan Maroqand neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyati filialida yong'in holatini modellashtirish orqali maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mazkur mashg'ulotda yong'in xavfsizligini ta'minlash, hodisaga tezkor va to'g'ri munosabat bildirish, xodimlarning favqulodda vaziyatlarga tayyorgarligini oshirish asosiy maqsad qilib olindi. Mashg'ulot davomida yong'inga qarshi kurashish texnikalari va shaxsiy himoya vositalari amalda sinovdan o'tkazildi. Xodimlar orasida muvofiqlashtirilgan harakatlar, bilim va ko'nikmalar ham baholandi. Mashg'ulot doirasida turli texnik vositalardan foydalanish tartibi, ularning imkoniyatlari hamda to'g'ri qo'llash usullari tushuntirildi. Jumladan, dastlabki bosqichda ishlatiladigan o't o'chirgichlardan tortib, avtonom nafas olish apparati, issiqqa chidamli kiyimlar va gaz analizator kabi maxsus vositalargacha barcha uskunalarning ishlash prinsipi amaliy ko'rsatmalar asosida tushuntirib berildi. Har bir texnikaning qanday holatda, qanday tartibda ishlatilishi xodimlarga real misollar orqali ko'rsatildi. Tadbir davomida favqulodda vaziyatda foydalanuvchi asbob-uskunalar bo'yicha xodimlarga tushunarli, sodda tilda yozilgan tarqatma materiallar ham berildi. Ular orasida o't o'chirgich turlari, yonuvchi moddalarning xillari, gaz analizatorlaridan foydalanish kerakligi, nafas olish apparatini qanday kiyish haqida qisqa yo'riqnomalar o'rin oldi. Bu materiallar og'zaki tushuntirishlarga qo'shimcha sifatida xizmat qiladi va favqulodda vaziyatda tezda kerakli qaror qabul qilishda ko'maklashadi. Favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganida aholining sarosimaga tushib, noto'g'ri harakat qilishi ba'zan fojiaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan mahallalarda, ta'lim muassasalarida, davlat tashkilotlarida va boshqa jamoat joylarida fuqarolar uchun favqulodda holatlarda qanday harakat qilish kerakligi bo'yicha amaliy va nazariy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Ushbu mashg'ulotlarda favqulodda signal eshitilganda sarosimaga tushmaslik, eng yaqin chiqish yo'llarini eslab qolish, yong'in yoki portlash holatida evakuatsiya tartiblariga qat'iy rioya qilish, hushyorlikni saqlab, imkon boricha boshqalarga yordam berish, zaruriy hollarda maxsus xizmatlar, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, tez yordam, ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'lanish yo'llarini bilish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish qoidalarini egallash ko'nikmalari haqida batafsil tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Profilaktika tadbirlari doirasida yong'in o'chirish vositalaridan, xususan ko'pikli va kukunli o't o'chirgichlardan qanday foydalanish kerakligi, ularning ishlash tamoyillari, texnik holatini tekshirish usullari bo'yicha ham amaliy ko'rsatmalar berildi. Ayniqsa, maktab, bog'cha va mahalla binolari xodimlari bilan alohida mashg'ulotlar o'tkazilib, favqulodda chiqish yo'laklarining doimo ochiq va to'silmagan bo'lishi lozimligi ta'kidlandi. Bunday tadbirlarning ahamiyati beqiyos. Zero, har qanday favqulodda holatda tinchlikni saqlagan holda to'g'ri va tezkor harakat qilish inson hayotini saqlab qoluvchi eng muhim omillardan biridir. Maqsad har bir fuqaro favqulodda vaziyatlarda qanday yo'l tutishni bilishi, o'zini va yaqinlarini muhofaza qila olishi kerakligidir.